عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ey Allohning rasuli, g'iybat nima deyishdi? Birodaringni u yoqtirmaydigan narsa ila zikr qilishing dedilar. Aytingchi, birodarimda men aytgan narsa bo'lsa-chi deyishdi. Agar unda sen aytgan narsa bo'lsa, uni g'iybat qilgan bo'lasan. Agar o'sha narsa unda bo'lmasa, unga bo'xton qilgan bo'lasan dedilar. Muslim, Abu Dovud va Termiziylar rivoyat qilishgan.